Hürmetli vatandaş, leksimizi devamlaştırımız, endelikdeki muhakemede. Bugün Cislah 2023 yıl 6. ayının 27. günü hafta seyşembe vatandaş. Hani bunun koyulgan mavzu, yaki Fransiya Halkara Radyo Stansiyasının bəgə mavzusu şəriyligen mezmuni gıyarışa. Mavzu işki daval qoş. Vladimir Putin'nin zaval yüzlenişinin başlanışı. Mavzulu haber 6. ayının 26. gün Van Vitor bitidi ilan kılındı. Haber mındak başlan. Biz başta görsettik. Prigojin yallanma koşunun başlığı. Nerede? Bugün ne? Taşık başa haber kılıp nimi deydi? Belarusya geldi, sekşi aeroplan ayda dedi. Deslepte nimi deydi o tünügün bir gün, düşen bir günde hem bir Prezident Vladimir Putin notuk sözüldü, gep kıldı, hem Prigojin sözüldü, gep kıldı. Prigojin'in gepi işki türlük, işki uğruş kılışını halamadım, kan töküşünü halamadım. Benim hakimiyetine ağdırılış niyetim yok. Hazır Belarusya, Lukashenko arlaşıp Prigojin bilen Vladimir Putin tüzülgen şartname boyunca bir koşullarını tertipke selişçe kılmazsak. Mesela Prigojin koşulları ne? Bəgə vədisi Prigojin'e çekilmezsak. Koşulları çekilmezsak. Hem Prigojin'den özünün ötmüşü ve kelgisi süreçte kılmazsak. Muşundak ahval aslında kelişim imzalap andı Lukashenko Belarusya'da Prigojin şehit turmendisi ihtiyarı koyuşçilikin çekilmezlik degende şartname bilen Prezident Vladimir Putin bilen Prigojin saat oturusu şu şartnamını imzalap 24 saat içinde başlangan siyasi ya kurallık özgürüş yani şu vakti toxtadı. Tünügün nemi dedik? Onun balaçaksını görege ele aldı dedi Angliyanın şahinçlik matbuat organları. Muşu işlerin hemmisi var. Hemmisi var. Biz başta hazır nemi dedik? Dalil kılıp vatandaşım. Prigojin Belarusya'da Prezident Lukashenko, Prezident Vladimir Putin'in en yakın dostu. Belarusya'da tursun, şeye basın, Lukashenko onunla pek çekilmem da. Muşunçu bula iş hazır Rusya'nın, yakı özü tikligen bu sosyalistik devletin rengi özgergen aletke geldi. Çünkü bu şki isyan, şki kurallık harekette. Vatandaş. İkincisi Prezident Vladimir Putin'in halkara inavetiga ta'sir etti, yoki tushib ketdi, hurmatli vatandaş. Masalan deydi hozir xabarimizda nima deydi bu mavzuda? Masalan Wagner gruppasi yo'l bo'yi Moskva qarab yurish qilganda uning qarish turgan bir askariy qism bo'lmadi yo'lda dedi, yo'lni echib etdi deydi. Moskva alaqzada bulup Moskova'nı qoğdaş barikadisi kurdu dedi. Tereddütü kirdi ve şu haletke geldi. Xuddi İkinci Dünya uruşida Moskova'nı qoğdaş uruşu. Moskova'nın bosoğusu yüz bergendek vatandaş. Bu qatem Prigojin armiyası Moskova yürüyüş kıldı degende Moskova şu halette. Moskova'nı qoğdaşqa tayyorlik qildi degan gap vatandaş. Hazır Prezident Vladimir Putin'in bir ketkenligini ya ne dikenligini hiç kim bilmeydiğin bir obraz alıtıda tahmin ya ki tasavvurdaki obraz alıtı turvatı değil. Bu hal dünyanı zilziligi saldı. Bu hal dünyanı zilziligi saldı vatandaş. Bu değil kudreti çeksiz Çar padişahının obrazı emas mı? Aslan Fransiya Dünya Gazeti yaptığının birinci günü, radyosu yaptığının birinci günü obzor ilan kılıp bundak gösterdi. Vladimir Putin'in dünya aldığı kıymeti kalmadı. Vladimir Putin prezident sıfır ve bir rehberi sıfır dünyada bu isim ya ki bu obraz pahalılaştı. Lekin Vladimir Putin buna perva kılmış, işlağın perva kılmadı. Hatta Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden Vladimir Putin Ukraynaga tajovuz qilib, tajovuzchilik urushi bilan o'zini xalqaro jamiyatning oldida yetim qoldirdi desimi Prezident Vladimir Putin bu so'zga sal qaridi, sal chog'irdi. Lekin Vladimir Putin buni perva qilmagan. Hatta Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden Vladimir Putin Ukraynaga tajovuz qilib, tajovuzchilik urushi bilan o'zini xalqaro jamiyatning oldida yetim qoldirdi desimi Prezident Vladimir Putin bu so'zga sal qaridi, sal chog'irdi.
Onundaki 3. ayının 17. günü bu yıl Gaaga Halkara Sot Kollegiyesi Prezident Vladimir Putin'ni qo'lga olish to'g'risida buyruq tushirgandi mi? Prezident Vladimir Putin buni pisand qilmadi vatandoshim. Shundami? Demak, shunda qudratli odam, shundami? Shunda qudratli prezident, shundami? Xuddi tarixdagi Chor podshohga o'xshash, shunda qudratli odammi deb bosh savol qo'ydi. Fransiya dunyo gazeti vatandoshim. Hech qanday qo'diqib qolmadi Gaaganing sot e'lonidan. Shu vaqt ziyorat yetib kelgan Jungoning raisi Xi Jinping bilan qadam so'qishtirib, Jungo Rossiya do'stligini tabrikladi. 3. ayning 17. kuni qo'lga olish buyrug'i tushdi. 3. ayning 20. kuni rais Xi Jinping Moskvani ziyorat qildi. Tabrikladi. Sen qilmiz degan gap. Uning ustiga Ukraina o'zi aytib kelayotgandek boshlagandik. Umumiylik yoki qisman holda qaytarma hujumga o'taman Rossiyaga qarshi degandi bu. Prezident Vladimir Putin ansirab boqmadi. Buning ustiga sababi bu kishining bexatolik turishi. Masalan, Rossiya matbuotlari, ya'ni dunyoning qaysi bir yerlarida Rosparas matbuotlar hadab Rossiya armiyasi g'alaba qildi, Ukraina chekindi degan xabarlarni ham davlat mudofaa ministri Sergey Shoigu, ya'ni shuningga o'xshash xabarlarni berib, ta'minlab turdi. Shuning bilan o'zining ro'yini saqlab keldi prezident Vladimir Putin. Lekin Vladimir Putinning sabdashiya qadinasi ve oshpazi Yevgeniy Prigojin qo'mondonlik qilayotgan Wagner guruh qurolliqlari tuyuqsiz miltiqning uchini Moskvaga qaratganda Vladimir Putin go'yo 1920-asrning 17-yillarida Çar podshoh qo'shini Birinchi dunyo urushida mag'lub bo'lib, qurolning yoki miltiqning nayzisini Çar podshoh qaratgandek bir tarixiy o'xshashlikni ko'rib o'qitamanda hech narsaga pisand qilmagan prezident Vladimir Putin cho'chishga boshladi. Mush holni ko'rgandilar, cho'chishga boshladi. Shu vaqtda Çar podshoh Birinchi dunyo urushida mag'lub bo'ldi. Mag'lub bo'lish bilan tangla askariy qismlar nayzning uchini Çar podshoh qartish bilanla fevral aydi yoki fevral o'zgarishi Rossiyada portladi, yoki inqilob Rossiyada portladi. Endiligi o'xshashlik, tarixiy o'xshashlik ayni chog'da fevral inqilobini Rossiyada keltirib chiqargan bo'lsa, bugun ham ya'ni shuning o'xshaydigan qaysi bir inqilobni Rossiya zaminida keltirib chiqaramda qanday? Mana bundan prezident Vladimir Putin ansirashga boshladi. Vladimir Putinning ansirashlari endi bugun hech nimaga dal bo'lolmadi. Wagner qo'shinlarini shiddat bilan ilgirlab Rostov shahrini, ya'ni Rossiyaning janubiy yo'nalish armiyasining harbiy bazasiga qo'mondonlik shtabini egalladi. Rostov shahrini egalladi. Wagner qo'shinlari shaharga qistab keldi. Vladimir Putin ichki urush xatirini kayniga qaytarolmaydigan holga kelganda Lukashenko arilishib Belorussiya prezidenti Prigojinning Moskvaga ilgirlash yo'lini to'sdi. Shu bir g'ayri ish. Vatandosh Wagner Lukashenkoning gapini oldi, ma'qul angladi deylik, to'xtab qoldi deylik, yurishini to'xtatdi deylik. Hozir Lukashenko uni yanada tutyapti Belorussiya deylik. Müşahedeki bir holat özgürüşü yüz beriş mümkün emasligi. Bir qismanlik bo'lib o'ylayapti odamga vatandosh. Prigojinning Belorussiyada panohlik tilishiga Lukashenko qo'shildi va Vladimir Putin qo'shildi. Kelar qatam Wagner qo'shinlarining Prigojinning plani nima?
Wagner qo'shinlarining boshlig'i Prigojinning plani nima? Kelar qatim prezident Vladimir Putinning plani yana nima? Bu harbiy o'zgarish hozir 70 yoshga kirgan. Rais Xi Jinping 70 yosh kiribdi. Prezident Vladimir Putin 70 yosh kiribdi. Asli qoida bo'yicha 70 yosh siyosat odamlari uchun pishib yetilgan, cheniqqan, tajriba to'plagan yosh Qur'on bo'lib hisoblanadi vatandosh. Hozir prezident Vladimir Putin 70 yosh kirganda va Rossiyaga 24 yil uda kayni-kayndan 70 yil 24 yil hukmronlik qilgan Vladimir Putinga bu ish endi nimadan derak beradi? Wagner qo'shinlari masalasi. Bu to'g'rida hukm qilish qatag'i baldırlıq qiladi. Turgan bir narsa so'zlik esinglarda vatandoshim, hozir bu hashmi tahdid bir nima emas, eng yomon tahdid Ukrainaga tajovuz qilish xato edi degan mushu jumla jamoat fikri sifatida butun Rossiyada tarqalib yuridi desangiz eng xatarligi manim. Harbiylarning harakati, Wagnerning harakati qo'yib turing ularni. Bütün Rossiyada mushu tarqalib turibdi. O'tganda vatanparvarlik atalmış vatanparvarlik bilan Rossiyaliklar Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishini qo'llagan bo'lsa, endilikda tajovuz qilish xato degan tushuncha bütün Rossiyaga yamrashga boshladi desangiz, bu eng xatarligi bo'ladi. Bu yerda yollanma qo'shinlar to'g'risida bir ishga tushuncha berib vatandoshim, yollanma qo'shin degan nima ekan desangiz, muntazam armiyaga o'xshamaydi ekan. Chunki armiya ichida intizom bo'ladi. Armiyada axloq bo'ladi. Bu axloq davlat ishidimi shu yo'sinda bo'ladi, intizommi davlat shu yo'sinda bo'ladi. Agar tajovuz qilib chet elga chiqqan holatdami, u armiya shu intizom, shu axloq doirasida harakat qiladi degan gap. Biroq yollanma qo'shinlarda axloq bo'lmaydi, intizom bo'lmaydi. Mesela harbiy qismlar qilolmagan ishlar. Hukumat partiya buyruq tushirib, harbiy qismlar qilolmagan ishni, mana Wagner guruhdagi yollanma qo'shinlar ishlaydi degan gap. Vahshiylikmi, tahdidmi, azobmi, qirg'inmi? Buning hammasi qarab o'tmaydi, intizomni so'rab o'tmaydi. Mana bu qo'shin yollanma qo'shin deb ataladi, Rossiyada shunday ataladi ekan. Jungoda buning ismi nima vatandoshim? Qurolli saqchi qismlar. Saqchi qismlar bor ekan, yana nemishqa qurolli saqchi qismlarni tashkil etadi. Askariy qismlar bor ekan, yoki armiya bor ekan, yana nemishqa qurolli saqchi qismlarni tashkil etadi. Demak, cheklashdan xoli bo'lish, deganni qilish, qirg'in qilish va yoki dahshatli voqealarni paydo qilish dalmishi Xitoy saqchi qurolli qismlarining qo'lidan keladi. Bugun esa Wagner guruhi yollanma qo'shinning qo'lidan kelishi kerak edi. Hozir Sergey Shoigu buyruq tushirib, Wagner qurolliqlaridan 2000 odamni o'ldirish sababi nima ekanligini bilgili olmaydi. 2000 odamni o'ldirish Wagner guruhining achchig'ini keltirib 24-kunidagi harbiy qurolliq o'zgarishni keltirib chiqadi vatandoshlar. Endi buni hozir men nima deydi? Bundan keyin prezident Vladimir Putin nima ish qiladi? Xulos chiqarish taxat degan. Bundan keyin Wagner guruh nima qiladi? Plani nima? Xulos chiqarish taxat degan deydi. Hozir men xabarda sizlarga nima ko'rsatdik vatandosh? Hozir Wagner guruh Belarusiyada yana Wagner guruh tashkillayotdi deydi. Bundan qaraganda bu Prigojinning kuchi, iqtidori va yakuning asosi mustahkam degan gap. Uning qismlari, harbiy qismlari Wagner guruh Rossiyaning ichida qoldi. Endi sen Belarusga chiqib Belarusya buni tashkillading desa, buni Lukashenko ruxsat qildimi, yo'l qo'ydimi? Bu nima gap deb savol sizdanmi tug'ildi, bizdanmi tug'ildi, hurmatli vatandoshlar. Bugungi leksiyalarimiz mana shu yerda oxirlashdi.